Assalomu alaykum. Bugun qandli diabeti bor bemorlarni qilayotgan eng ko'p xatolar haqida gaplashamiz. Suhbatimizni boshlashdan oldin qandli diabet birinchi tur va ikkinchi turni farqlay bilishimiz kerak. Qandli diabet birinchi turda insulinga muhtoj turi, bunda insulinsiz hayot yo'q. Qandli diabeti bor bemorlarning birinchi turga kiradiganlari insulinni hamisha qilib yurishadi. Qandli diabet ikkinchi tur esa bizni hayot tarzimizdan va tabletka yoki insulinlarni vaqtida qilishimizga bog'liq bo'ladi. Qandli diabet ikkinchi turda noto'g'ri hayot tarzi, ortiqcha vazn tufayli kelib chiqqan, orttirilgan deyishadi. Xalqimizda qandli diabet ikkinchi tur hisoblanadi. Unda insulinni qilishlik, qilmaslik vrach tomonidan aytiladi, o'zini vaqtlari belgilanadi. Lekin ularda to'g'ri ovqatlanish, hayot tarzini o'zgartirish, jismoniy faollikni ko'paytirish qand miqdorini to'g'ri nazorat qilishga yordam beradi. Qandli diabet birinchi turda esa ovqatlanishga yoki jismoniy faoliyatga emas, asosan insulinga bog'liq bo'ladi. Insulinni vaqtida to'g'ri dozalada, ovqatdagi uglevodlarni hisobga olib qilish qandli diabetni birinchi turida yaxshi natija beradi. Avvalo xatolar ikki turga bo'linadi. Qandli diabetni tan olmaslikdan kelib chiqadigan xatolar hamda qandli diabetda yashash bo'yicha kelib chiqadigan xatolar. Qandli diabet deb tashxis qo'yilgandan keyin bemorlarning ayrimlari o'zini kasalligini tan olmaydi va bu eng katta xato hisoblanadi. Nega? Agar davolanish kechiktirilsa yoki davolanish orqaga surilsa yoki kasallik tan olinmasa, bemor tomonidan bu vrachga juda ham qiyinchilik tug'diradi. Negaki bemor davolanishdan bosh tortsa, uni hech qanaqasiga davolab bo'lmaydi. Bemorda agar kasalligini tan olmaslik jarayoni uzoq davom etsa, biz vaqtdan yutqizamiz va bemorda erta asoratlar rivojlanishiga bu sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, agar sahr sizga diagnozi qo'yilgan bo'lsa va siz dori ichmasdan yoki davolanishdan qochib yurgan bo'lsangiz, iltimos qilardikki, boshqa vrachlar tomonidan ham beriladigan eng ko'p iltimos tezroq davolanishni boshlash. Agar siz vaqtida qandli diabetni to'g'ri nazorat qilsangiz, sizning umringiz uzoq, sifatli va hech qanaqa asoratlarsiz kechadi. Endi ikkinchi tur xatolarga o'tamiz. Bu qandli diabeti bor bemorlarni yashayotgan paytidagi xatolar hisoblanadi. Ya'ni saxri o'lchashadi, lekin noto'g'ri vaqtda yoki insulin qilishadi noto'g'ri joyga yoki o'zlarini ovqatlanish rejimiga e'tibor berishmaydi. Mana shu holatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Eng ko'p uchraydigan xatolardan birinchisi bu qand nazorati yetishmasligi. Ya'ni bemor saxrini o'lchaydi, lekin haftada bir marta yoki oyda bir marta, bu juda kam. Qandli diabeti bor bemorlar har kuni och qoringa bir mahal bo'lsa ham saxrlarni o'lchab yurishlari kerak. Va kuniga bir mahal to'q qoringa yo obeddan keyin yoki zavtrakdan keyin yoki ujindan keyin 2 soat o'tgandan keyin saxrlarni o'lchashlari kerak. Aynan 2 soat o'tishi shart, negaki saxr ovqat yegandan keyin baland bo'ladi. Sog'lom odamda ham, saxri bor bemorda ham. Lekin 2 soatdan keyin chiqadigan saxr bizga qand miqdorini to'g'riroq nazorat qilishga yordam beradi. Va haftada bir marta qandli diabeti bor bemorlar, ayniqsa ikkinchi tur, profil ko'rishi kerak. Glikemik profil nima degani? Qand miqdorini ovqatdan oldin, ovqatdan keyin ko'rib borish va bu miqdor 5 martadan 7 martagacha bo'lishi mumkin. Misol uchun siz 4 mahallik ovqatlanishda bo'lsangiz 8 marta kamida, 3 mahallik ovqatlanishda bo'lsangiz 6 marta kuniga ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu narsani haftada 1 marta qilishingiz kerak. Qandli diabeti bor bemorlardagi keyingi xato bu ovqatlanish rejimiga e'tibor bermaslik. Ayniqsa birinchi tur bilan kasallangan bemorlar vaqtida ovqat yeyishmasa yoki ovqat yeyishdan oldin insulinlarni qisqa muddatlisini vaqtida qilishmasa, ovqatdan keyingi qand miqdori juda baland bo'lib ketadi. Bunga ular e'tibor berishlari kerak va ovqatdagi uglevodlar sonini insulin qilishdan oldin o'lchashlari kerak va nisbatini bilishlari kerak. Bu diabet maktablarida chuqurroq o'rgatiladi. Ular bundan o'tishlari kerak. Negaki, misol uchun bemor ovqatlanyapti, uni ichidagi uglevod hisobga to'g'ri olinsa, qilayotgan insulinning dozasi to'g'ri tuzilsa, bemor 2 soatdan keyin o'lchagan qonidagi glyukoza normada chiqadi. Lekin agar uglevodlar ko'payib ketib, doza kamayib qolsa, saxr baland chiqadi. Agar uglevodlar kam bo'lib, insulin ko'payib ketsa, bemorda gipoglikemiya holati bo'lishi mumkin. Qandli diabet ikkinchi turdagi bemorlar ham ovqatlanish rejimiga rioya qilishlari shart. Ovqatlanib bo'lgandan so'ng 3-4 soat och qorin bo'lishi kerak. Ya'ni ovqatlanmaslik kerak. Nega? Doimiy siz ovqatlanaversangiz, ovqat ichidagi uglevodlar glyukozaga aylanadi va qondagi qand miqdori hech qachon tushmaydi. U baland bo'lib turaveradi. Shuning uchun ham ovqatlanib bo'lgandan keyin
misol uchun zavtrak qildingiz, obedgacha уже ovqat yemasligingiz kerak yoki juda qorningiz ochib qolsa, prostoy uglevodlarni emas, sabzavotlar yeyishingiz mumkin qorni aldash maqsadida. Negaki, misol uchun zavtrak qildingiz, lekin obedgacha yana qorningiz ochib bir nimadir yeydigan bo'lsangiz, misol uchun nonmi yoki kolbasami yoki mevami, unda yana qondagi qand miqdori oshishi mumkin. Sizga berilayotgan davo muolajalar yaxshi ta'sir qilmasligi mumkin. Ikkinchi tur qandli diabet bo'lsangiz, ovqatlanish rejimiga rioya qiling. Chunki agar siz to'xtovsiz mayda perikuslar, mayda taomlanishlar bo'lsa, qondagi qand miqdori baland bo'laveradi va organizm uni tushirishga ulgurmaydi. Shuning uchun ham misol uchun zavtrak qilsangiz, keyingisini o'sha obedga mo'ljallashingiz kerak. Orada yemishlarni iloji boricha kamaytiring yoki yesangiz ham tarkibida uglevod bo'lmaydigan mahsulotlarni tanlang. Keyingi xatoni ko'rib chiqamiz, bu jismoniy harakatni noto'g'ri tanlanishi. Misol uchun qandli diabet birinchi tur sport bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, u qand miqdorini nazorat qilgan holda shug'ullanishi kerak. Trener bilan shug'ullanadigan bo'lsa, u sahr borligini yon atrofdagilarga aytib qo'yish kerak. Nega? Chunki sahri jismoniy faoliyatda tushib ketadigan bo'lsa, unga birinchi yordam ko'rsatishni atrofdagilari bilishi kerak va o'zi bilan doimiy qand miqdorini ko'taradigan narsalar olib yurish kerak. Hamda jismoniy faollikdan oldin qand miqdori o'lchanishi kerak. 14 dan baland bo'lsa, jismoniy faollik qandli diabet birinchi tur bor bemorga tavsiya etilmaydi. Avval sahri normaga kelgandan keyin shug'ullanish kerak. Qandli diabet ikkinchi tur bemorlarga jismoniy faoliyat juda ham foydali bo'ladi. Chunki ularning kasalligini kelib chiqishini tagida insulin rezistentlik yotadi. Jismoniy faollik esa insulin rezistentlikni tushirib beradi. Ya'ni to'qimalarni insulinga bo'lgan sezuvchanligini oshirib beradi. Kunlik norma 7000 qadam bo'lishi kerak. Agar siz har kuni 7000 qadamni xohlagan payt yurishga odat qilsangiz, sizda qandli diabetingizni nazorati osonroq kechadi va sahringizni tushishi osonroq bo'ladi. Va 7000 qadamni iloji boricha bir martada hech qanaqa uzilishlarsiz o'tishni tavsiya qilaman. Hamda ovqatlanayotganda ovqatni 20 marta chaynash juda ham foydali bo'ladi. Ham har ovqatlangandan keyin 15 daqiqa yurib kelish yoki qanaqadir jismoniy faollik bilan shug'ullanish juda ham ovqatda yaxshi hazm bo'lishiga hamda qondagi qand miqdorini tushishiga yordam beradi. Keyingi juda ko'p uchraydigan xato dorilarni o'zicha o'zgartirish. Bemorlarda, ayniqsa qandli diabet ikkinchi turda tabletka ichadigan bo'lsa, dorisini ichib yurgan paytdagi sahrni ko'rishadi-da, tushgandan keyin bo'ldi sahrim tushibdi, endi dorini to'xtatsam bo'ladi-da, dorilarni kamaytirishni yoki dozalarni kamaytirishni boshlashadi va ma'lum vaqt o'tgandan keyin sahr yana osha boshlaydi. Bu juda ham katta xato. Sizni sahringiz mana shu dorilar fonida, mana shu terapiya fonida norma chiqyapti. Buni o'zgartirishni siz avvalo vrachingiz bilan maslahatlashishingiz kerak. O'zingizcha dorini o'zgartira olmaysiz. Hamda bemorlar sahrim norma yuribdi-ku deb dorilarni yillab bitta dorida yurishadi. Bu ham xatoga kiradi. Chunki sizga yozilgan dori aynan o'sha holatga to'g'ri kelgani uchun vrachingiz yozadi. Misol uchun u vrach sizga dori nazarchasi qilishdan oldin sizni tekshiruvdan o'tkazadi. Buyraklar, ko'z, nerv sistemasini tekshiruvdan o'tkazadi va shunga yarasha lecheniya yozadi. Keyinchalik vaqt o'tgan sari sizda asoratlar ko'paysa, organizmda o'zgarishlar bo'lsa, bu dori уже sizga tushmasligi mumkin. Sahringizni tushirgan taqdirda ham. Buni ham vrach bilan maslahatlashishingiz kerak va uzoq vaqt bitta dorida yura olmaysiz, dorini korreksiya qilib turish ham kerak bo'ladi. Qandli diabet birinchi turdagi bemorlar esa insulinni dozasini ham korreksiya qilishini vrach bilan maslahatlashishlari kerak hamda diabet maktabida yaxshi tushunib olishsa, o'zlarini dozalarini o'zlari chiqarishni o'rganib olishlari kerak bo'ladi. Shunda vrachlar yonlarida bo'lmasa ham o'zlariga o'zlari vrach bo'la olishadi. Qandli diabetni nazorati, ayniqsa birinchi turda juda ham patsientni qanchalik shkola diabetini yaxshi o'tganligiga bog'liq bo'ladi. Insulinni to'g'ri qilish texnikasi. Insulinni avvalo biz xolodilnik eshigida saqlashimiz kerak va agar biron joyga olib bormoqchi bo'lsak, yonida sovuq bakalashka yoki muz bilan olib yurishimiz kerak. Chunki buni ichida oqsil bor. Oqsil esa issiq muhitda tez parchalanib ketadi. Insulinni qilishdan oldin 5-10 daqiqa oldin
xolodilnikdan chiqarib qo'yishimiz kerak va xona haroratiga yetganda uni qilishimiz zarur. Insulinni dozalarini sizga vrachingiz belgilab bergan bo'ladi. Insulinni qilishdan oldin insulin qilinadigan joylar avvalo birinchi paypaslanishi kerak. Lipodistrofiyalar, ya'ni shishkalar bormi yo'qmi ko'rish kerak. Agar bunaqa joyga yana insulin qilinsa, insulin so'rilmaydi va o'sha yerda qotib qolgan insulin keyinchalik bizga sahri tushib ketish alomatlarini berishi mumkin. O'zidan insulinni qonga sekinlik bilan so'rdirish xususiyatiga ega bo'ladi va bu shishkalarni tuzatish maqsadida yoki fizioterapiyaga murojaat qilasiz yoki o'zingizni vrachingizga murojaat qilasiz. Misol uchun sahr oshib ketganda bu shishkalar absesga aylanib ketishi ehtimoli yuqori. Insulinni qilishdan oldin qo'llar avvalo yuviladi. Insulin qilish joyi insulinni turiga qarab belgilanadi. Insulinni qayerga qilish insulinni turiga bog'liq bo'ladi, lekin ruchkalik insulin ishlatsangiz uni har joyga qilishingiz mumkin. Bitta joyga qilingan insulin keyingi kun o'zgartirilishi kerak. Har doim bitta joyga qilish xato hisoblanadi. Bu o'sha aytganimizdek lipodistrofiyalar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Agar sizda qandli diabet bo'lsa va qandli diabet bo'yicha savollaringiz bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Men sizga bepul konsultatsiya beraman.